Endi ertaga kelganda sal qiyshiqroq olib qo'y, kesib yubor qulog'ini, qaytib menga kelsin. Sredniy 50 ming, 60 ming dollar, 80 ming dollarlargacha boradi. O'zingizlar agar ozgina bo'lsa ham futbolistga yoki aktyorga o'xshamasanglar, u rasmni ko'rsatmanglar. 2 yil oldin bir marta bitta klientimning qulog'ini kesib olganman. Zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq ma'lumotlarni bilishni xohlaysizmi? Professionallarga ahmoqona savollar berishga uyalasizmi? Biz ularga sizning o'rningizga shu ahmoqona savollarni beramiz. Ular savollarga aniq javob berishadi. 10 ta ahmoqona savollar. Mening ismim Shuhrat, familiyam Ismatillayev, yoshim 26 da. Barbershopda barber bo'lib ishlayman, barber Sartarosh. Aslini olganda ikkalasi ham bitta ish qiladi, klient bilan ishlaydi, erkaklar sochini oladi, soqol oladi. Faqat barber bu yangi tendensiyadagi nom, hozirgi modaga kelib chiqsak, barbershopda barber mana shu yaqin 5-6 yil ichida juda ham trendi ko'tarilgan, reyting ko'tarilgan nom hisoblanadi. Lekin farqi barber bor, barber bilan sartaroshdan farqi juda ham katta. Barberlar o'sishga harakat qiladi. Izlanadi, o'rganadi, o'qiydi, har doim trendda yuradi. Sartaroshlar основной o'ziga kerakli klientga bazani yig'adi, bitta potokda ishlaydi, har doim ertalabdan kechga ishga boradi, bir xil ish qiladi, kuniga 10-20 ta odam sochini oladi. 20 yildan keyin xuddi shu potokda ishlaydi. Hech qanaqa o'zgarishsiz. Bitta sartaroshxonada boshlab, bitta sartaroshxonada karyerasini yo'qadi. O'sish, karyerni ro'st ularda, qiziqish, dunyo kezish, o'rganish, o'zini ustidan ishlash, o'ziga pul sarflash, u narsa bo'lmaydi sartaroshlarda. Barberlar hozirgi yangi pokoleniya, bizning pokoleniyadagi ko'p yoshlar barbershopga qiziqadi, barberlikka qiziqib o'zini ustida ishlaydi. Raznica farqi shunda. Farqi faqat shunda. Klientlar farqini qanday bilishi mumkin? Sartarosh bilan barberni Paka barbershopga borib sochini oldirib ko'rmaguncha farqiga borish qiyin bo'ladi. Baribir barbershop bilan sartaroshxonani juda ham katta farqi bor. Birinchi o'rinda bu servis, xizmat ko'rsatish, ikkinchi o'rinda sifati, strijkaning sifati, keyingisi atmosfera. Atmosferada baribir boshqacha bo'ladi. Hammasi такой приятный anaqa atmosfera, yoqimli atmosfera bo'ladi. Erkaklarga xos, такой брутальный joy. Sartarosh va barber faqat stilist emas. Faqat stilist emas. Agar mendan misol uchun so'rashsa, stilistmisiz yoki sartaroshmi desa, yoki stilistmisiz yo barbermisiz desa, men sartaroshman. Sartaroshman, oddiy sartarosh bo'lganim yaxshiroq, chem stilistga. Например, men o'zimni klient hisoblasam, har doim boradigan sartaroshimga boraman. Har doim soch strijkani qiladi, lekin borgan sari menga yoqmay qolishi mumkin. Shunaqa vaziyat bo'ladiki, men случайно boshqa masterga boraman. Случайно boshqa, может uni meni o'zimning masterim vaqti bo'lmay qoladi yoki zanit bo'lib qoladi yo kasal bo'lib qoladi, har xil vaziyat bo'ladi. Keyin men boshqa masterga boraman. Uni oldidagi sherigiga yoki вообще boshqa joyga boraman. Menga u masterda ko'proq yoqishi mumkin. U strijka qilgan strijkasi sifati menga ko'proq yoqishi mumkin. Sam odamning o'zining aurasi, общенияsi, gaplashishlari, o'zini ko'rinishi, hamma tomonlama menga ko'proq yoqishi mumkin. Men обязательно, естественно, men o'sha odamda qolaman. Bu narsa juda ham to'g'ri qabul qilish kerak. Chunki klient, xaridor har doim haq. Chunki bu klientni xizmat ko'rsatilganiga haq to'laydi. Agar unga ko'nglidagidek ish bo'lmasa, yoqmasa, haq to'lamaslik haqqi bor. Tanlash huquqi xaridorning o'zida bo'ladi. Agar sizga yoqmasa, естественно, boshqa joyga borib oldirasiz. Buni endi masterlar tomonidan qanday qabul qilinishiga kelsak, agar o'zini hurmat qiladigan master bo'lsa, bu narsani klientni yo'qotishi to'g'ri qabul qiladi. Chunki agar misol uchun meni klientim sherigimga o'tib ketsa, bir marta sherigimni oldirdi, 2 marta oldirdi, 3 marta oldirdi, постоянно ko'zim oldida meni sherigimga oldirsa, men bu narsadan xafa bo'lmayman. Sherigimdan ham xafa bo'lmayman, klientimdan ham xafa bo'lmayman. Chunki men bu narsani to'g'ri qabul qilaman. Demak, nimadir ne to, nimadir boshqacha bo'lyapti. Yoki meni opitim yetishmayapti, yoki meni muomalam yoqmayapti, yoki nimadir yoqmayapti klientga. Demak, men o'zim ustimda ishlashim kerak ko'proq.
buni shundoq to'g'ri qabul qilish kerak. Hech kimdan xafa bo'lish kerak emas. Masalan uchun sherigidan mani klientimni olib qo'ydim, endi ertaga kelganda sal qiyshiqroq olib qo'y, kesib yubor quloqini, qaytib menga kelsin yoki telefon qilib, "Aka, unga o'tib ketdingiz, xafa bo'ldim sizdan, yaxshi ish qilmadingiz." U juda ham qo'pol va kulgili narsa deb o'ylayman. Yaxshi emas. Yo'q. Biza to'g'risi strijkani o'ylab topmaymiz. Strijkani уже o'ylab topishgan million xil strijkani usullari bor. Hozirgi kelayotgan klientlar hammasi уже o'zi nima xohlashini biladi. Masterga kelishdan oldin nima xohlashini bilib yoki rasmni ko'rsatadi yoki o'zi tushuntiradi, nima qilishini xohlagan narsasini tushuntirib bera oladi hozirgi klientlar. Oldingiga o'xshab, misol uchun 4 xil strijkani turi yo'q. Faqat polboks, boks, yoq, cho'lkani qoldirish, unaqa narsalar yo'q hozir. Hamma o'zi xohlagan narsasini kelib masterga aytadi, shunaqa strijka qilib qo'ying deydi. Bu yog'iga уже дальше bu bu master o'ziga bog'liq. Agar ko'rsatgan narsa klient o'ziga mos kelmasa, tushmasa, yarashmasa, buni master tushuntirish kerak. Buni vazifasi, bizni asosiy vazifamiz shu, klientga tushuntirish, klient bilan maslahatlashish. Agar misol uchun soch kaltalik qilsa, to'g'ri maslahat berish xullas. Agar bu klientga mos kelmasa, fikridan qaytarib boshqa strijka qilish. Oldin qanaqa edi? Oldingi sartaroshlarga qaytamiz yana. Sartaroshlar aslida shunaqa qiladi. Misol uchun klient keldida, "Aka, menga mana shu strijkani qilib qo'ying" deydi. "Xo'p" deydi, tashlaydi. Qiziqtirmaydi. Klientga yarashadimi, yarashmaydimi, bosh formasi to'g'ri keladimi, ideallimi? Bizda aslida ko'p problema yostiqda yotganman, boshim pachoq yoki qanaqasi ko'p. Bu narsalar to'g'ri kelmaydi. Keyin yana bitta qiziq joyi, klientlarga ham iltimos, agar olib kelayotgan rasminglarni ko'rsatsanglar, o'zingizlar agar ozgina bo'lsa ham futbolistga yoki aktyorga o'xshamasanglar, u rasmni ko'rsatmanglar, chunki biza sartaroshlar sehrgar emasmiz-da. Biza oddiy sartaroshmiz. Biza bor narsadan, bor materialdan chiroyli yuvelirni ish qilishga harakat qilamiz, klient davolini chiqarib olishga. Lekin biza soch ekib qo'yish yoki bosh formasini to'g'rilab qo'yish, bu narsalar qo'limizdan kelmaydi. Yil oldin bir marta bitta klientimni quloqini kesib olganman. Unda ham как раз chempionatda menga sovg'a berishgan, qaychi sovg'a qilishganda, kasho yaponskiy qaychi juda ham o'tkir. O'rganmagandim hali. Olganimga 2 kun bo'lgan. 2 kun ichida soch olaman. O'sha klientimga emotsiyalarimni gapirib berayotgandim. Musobaqada bo'lgan emotsiyalarni hammasini gapirib berayotgan paytimda qizishib ketdim. Hali emotsiyada gapirib, juda ham zo'r gapirayotgan paytimda klientim qimillab olgan. Bilmasdan qulog'ini ozgina joyini kesib olganman. Qon chiqqan, normalniy, так ozgina ajotaj bo'lgan, yugur perix olib kel, bint olib kel, bunaqa bo'lgan. Lekin o'tib ketgan. Yo'q, undan keyin boshqa kesmaganman. Endi soqolga kelsak, soqolda ham bo'lib turadi. Ozgina kapillyari kesib yuborish mumkin yoki ozgina ugri bo'lsa, prishi bo'lsa, o'sha narsalarni kesib yuboriladi, lekin unga juda ham ko'p qon yo'qotilmaydi. Ozgina shilingan hisoblanadi. Shunaqa klientlar bo'ladiki, strijkani idealni qilaman, hamma yoq toza, sifati yaxshi, o'zimga yoqyapti, o'zim davolnimanda, lekin klient o'zini aytganini o'tkazishni xohlaydigan klientlar bo'ladi. Bundoq qaraydida, "Mana shu yerda nimadir tarchatib qo'yibdi" deydi. Yoki bitta soch chiqib qolgan deydi. Yoki sal qiyshiq deydi. Xo'p deyman, yo'q demayman. Xo'p, bo'ldi, olamiz deyman, to'g'rilayman. Bilaman, men o'zim bilaman. Yo'qda hammasi joyida, hech narsa o'zgarmagan, hammasi qanday bo'lishi kerak bo'lsa shundoq, idealni turibdi. Klient ko'ngli uchun shu joyini prosta mashinkada katta nasatkani qo'yaman-da, bundoq qilib yuboraman. Hech narsa o'zgarmadi. Klientdan so'rayman, o'zgardimi, yaxshimi desa, "Vo, endi zo'r bo'ldi, aka, rahmat." Bu klientlarning o'zining psixikasi. Hammani tushunib bo'lmaydi, hamma har xil. Bunga to'g'ri qarash kerak. Agar klient kelganda shunaqa ideya bo'lsa, "Aka, men ishimni o'zim bilaman, siz menga aralashmang, bo'lmasa unaqa, bu qo'pollikka kiradi, klientni yo'qotishni yana bitta sababi shu bo'lib qoladi. Hozirgi kunda juda ham aktualniy savol. Hamma shuni, misol uchun kuniga 10 ta klient kelsa, 10 ta klientdan 5 emas, 4 tasi точно shu savolni beradi, Minoksidil haqida qiziqadi. Bunga sabab hozirgi bo'layotgan trend, soqol o'stirish, hamma soqol bilan yurishga. Foyda beradi, lekin hammaga emas. Hammaga har xil ta'sir qiladi. Keyin agar siz soqolga surmoqchi bo'lsangiz, soqolda yordam berish ko'proq
yordam berish bo'lgan возможность ko'proq. Agar soch to'kilishidan aziyat chekayotgan klientlarga bu narsa yordam bermaydi, chunki soch to'kiladi. Nimaga to'kiladi? Chunki sochdagi ildizlari o'lganidan to'kiladi. O'lgan ildizni minoksidil qaytadan tiriltira olmaydi. Soqolda erkaklar genida, aslida hammamiz erkakmiz, erkaklarning genida hammada soqol bor. Yuzda, yuz tuzilishida genetik soqol bor, lekin ko'pchilikda bu special rejimda bo'ladi. Prosta uyg'onmagan bo'ladi. Minoksidil buni uyg'otib, o'sishiga tezlashtiradi, ham yordam beradi. Professionalniy qaragan izladim. Buni hech qanaqa yomon joyi yo'q, taqiqlab qo'ygan joyi ham yo'q. Misol uchun ko'chada soqol olib tashalsin, qonunda hech qayerda ko'rsatilgan joyi yo'q. Lekin bizning mentalitetda soqolga qarshiligini bitta tomoni shundaki, odamlar soqolga to'g'ri parvarish qilishni bilmaydi, to'g'ri o'ziga qarab akkuratni yurishni bilmaydi. O'shaning uchun ko'pchilikka yoqmaydi. To есть, misol uchun soqol o'sdimi, eskilar soqol o'stirish kerak degan turib soqolni polniy o'stiradi-da, har tomonga qarab xunuk bo'lib turadi-da. Bu neakkuratnida. Agar akkuratni stilni qilaman desangiz, soqolni chiroyli akkuratni formada ushlab yursa, menimcha bunga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Agar o'ziga rostdan ham yarashsa, chiroyli o'ziga forma berib qarab yursa, endi soqol o'stirayotganlarga maslahatim, agar soqol o'stirayotgan bo'lsanglar, обязательно master bilan maslahatlashgan holda qanaqa forma, soqolda ham forma turlari juda ham ko'p. Qanaqasi misol uchun yuzingiz dumaloqroq bo'lsa, sal to'rtburchakroq qilish kerak yoki uchburchakroq qilish kerak. Bunda o'sha soqolli formasi, o'stirayotgan formangiz juda ham katta yordam beradi. Agar finansiy o'zingizga to'g'ri kelmasa, misol uchun har 2 haftada borib soqolni to'g'rilash qurbingiz yetmasa, unda masterdan ishni o'g'irlash kerak. To есть, siz 2-3 marta borasiz, soqolingiz qilayotganda yaxshilab ko'rib, tekshirib, ko'rib o'tirasiz soqol olguncha, uyga kelib shu ishlarni qilishingiz mumkin. To'g'ri, 1-2 marta kesib olasiz, 1-2 marta qiyshib qilib qo'yasiz, lekin bu yo'qotishlarsiz bo'lmaydi deydi. O'shanga yaxshilab harakat qilsa normal bo'ladi. Agar qo'lingizdan kelmasa, umuman soqolni olib tashlagan yaxshi, soqolsiz yurgan yaxshi, sizga shunisi ko'proq yarashadi. To'g'risi, bunga kim qanaqa qarashiga bog'liq. Kimdir bu sohada tirikchilik uchun yashaydi, kimdir o'sish uchun yashaydi, o'sish uchun ishlaydi. Tirikchilik uchun yashagan odam boyagina aytganimdek bitta joyda, bitta patogda qolib, bitta joyda ishlaydi. Misol uchun 20 yildan keyin bir xil strijka qiladi, o'sha strijka o'zini yiqqan klientskiy bazasi ham o'zi bilan birgalikda o'sadi. 20 yil ichida, misol uchun 20 yoshda boshlagan bo'lsam, 20 yildan keyin 40 yoshda bo'laman. Meni klientlarim hammasi 40 yoshda bo'ladi, 40-50 yoshda atrofida bo'ladi. 20 yil ichida hech narsaga erishmaydi. Agar o'zida o'sishga желание bo'lmasa, hech narsa o'zgarmaydi. 20 yil ichida sog'lig'ini yo'qotadi. Bir. Ikkinchidan 20 yil ichida 80% klientlarini yo'qotadi. Chunki hamma klientlar yangi chiqayotgan trendlarga qarab, o'ziga yaxshi qarab yurishni xohlaydi. Siz agar o'smasangiz, siz o'sish xohlamasangiz, bir xil strijkani qilsangiz, klientlarga yoqmaydi. Klient yangi narsani xohlaydi. Karyerniy rost o'sish kerak, izlanish kerak, nimaga erishish mumkin oxirida agar yana kim bunga qanaqa qarashiga bog'liqda. Men misol uchun xudo xolasa maktab ochmoqchiman. Barberlar maktabini ochsa bo'ladi. O'zingiz biznes qilsangiz bo'ladi. Barbershoplar ochsa bo'ladi. Keyin bizada parikmaxirlar assotsiatsiyasi bor. Assotsiatsiyaga a'zo bo'l. Endi to'g'risi a'zo bo'lish problema emas. Agar yaxshi sartarosh bo'lsangiz, 1-2 marta chempionatga chiqib qatnashgan bo'lsangiz, уже siz assotsiatsiyaning a'zosisiz. Assotsiatsiya xullas assotsiatsiyada. Bu qiziq joyi yo'q. Mana misol uchun o'sha parikmaxirlar assotsiatsiyasining a'zosiman, lekin biron bir vazifam yo'q. Men o'zimga o'zim xo'jayinman, o'zim xohlagan ishimni qilaman. Balki yaxshi, balki yomon, bilmadim. Bunga qanaqa. Ishga bog'liq, optga bog'liq klientlarni kontingentiga bog'liq. Agar aytganimdek
parikmaker o'sha o'zini ustida ishlab o'sishga harakat qiladigan odamda qanchalik o'sgan sari, qanchalik ko'p o'rgangan sari oylik topayotgan puli ham shunchalik o'sishi mumkin. Agar aytganimdek bitta joyda qotib qolsangiz, 20 mingdan soch olasizmi? 20 yildan keyin ham o'sha pulga soch olasiz. Может, maksimum 40 mingga olasiz, lekin narxlar oshayotgan sari razницasi bo'lmaydi. Endi topadigan puliga kelsak, juda ham nima deydi, hech kim aytmasa kerak, kim qancha pul topishini bizada uyaladi-yu hamma. Men buncha topolman, aytsam ko'z tegadi, ertaga odamlar gapiradi, orqamdan tushadi, u yoq qiladi, bu yoq qiladi, puli ko'p ekan, qarz so'raydi. Yo'q. To'g'risi uyalmayman, hech narsani yashirmayman. Hammasi o'zini qo'lida. Menimcha 3 milliondan 5 million, 6 milliongacha sredniy, o'rtacha narx 5 million, 6 milliongacha topsa bo'ladi. Agar обучение qilmasa, o'qitmasa, shogird olsa, bundan ko'paytirish mumkin. O'zimga kelsak, shaxsan o'zimga kelsak, hozirgi kundagi topayotgan daromadim juda ham pasayib ketdi. Bunga sabab hozir men har kuni ishga chiqa olmayapman. O'zimni o'ylagan proyektlarim bor, shuning uchun ishga juda ham kam chiqyapman. Oyiga bilmadim 4 million, 5 million hozircha. Hozirgi. Именно данный момент. Chunki oyiga 30 kun bo'lsa, 30 kundan men faqat 10 kun ishga sarflayapman. Qolganini hozir o'zimning boshqa planlarim bilan ishlayapman. Обучениеga kelsak, o'qitishga kelsak, o'qitishda bundan ham ko'proq topsa bo'ladi. Ha, o'rtoqlarimni sochini tekinga olaman. Bunga birinchi sabab bu ular meni o'rtog'im bo'lganligi uchun. Birga o'sib, birga katta bo'lganim uchun. Ikkinchi sabab, men soch olishni o'rganayotganimda именно shularni sochida o'rganganman. То есть ular menga quyon bo'lib bergan boshida menga yordam berishgan, o'sishimga podдержка qilishgan. Shuning uchun ham men ularning sochini tekinga olaman. Yo'q, ular qurbi yetadi menga pul berishga. Ko'pchilik qo'l haqqi deydi, bunaqa emasmi, yo bu yoqda turib cho'ntagingga pul tiqishadi, lekin olmayman. Agar boshqa salonda olsam, boshqa salonda, o'zimning salonimda emas, boshqa salonda olsam, o'rtoqlarning o'sha bergan pulni salonni o'sha kreslani egasiga tashlab ketiladi. Bu joydan foydalanganligi uchun. Agar boshqa joyda olsam, men o'rtoqlarimdan pul olmayman. Sheriklarimda sochim oldiraman. To'g'risi, juda ham vaqtga payt o'sib ketadi, 1 oy o'tib ketadi, 2 oy o'tib ketadi, vaqt bo'lmaydi. Men zayent bo'laman. Agar men zayent bo'lsam, sherigim bo'sh bo'lsa, men zayent bo'laman. Men zayent bo'lganimda sherigim bo'sh bo'ladi. Xullas, vaqt bir-biriga to'g'ri kelmay, vaqtga payt o'tib ketib qoladi. Atak harakat qilaman 1 oyda 1 marta sochim oldirgani. Lekin farqi yuraveraman. O'zimga farqi. Bunga ham qanday qarashga bog'liq, biznesni qanday qurishingizga qarab. Agar bitta, misol uchun, butun shaharga faqat nomer 1 bo'lish kerak, men hamma meni barbershopim haqida gapirish kerak, eng idealniy barbershop bo'lish kerak desa, juda ham ko'p normalniy, приличный summani talab qiladi bu. Grubo agar aniqlik kiritadigan bo'lsam, sredniy 50 ming, 60 ming dollar, 80 ming dollarlargacha boradi. Bu anaqa chegarasi yo'q. 200 ming dollar tiqsangiz ham bo'ladi, 300 ming dollar tiqsangiz ham bo'ladi. Qanaqa ochishingizga qarab. Lekin bu biznesni kichkina biznes, lekin sonini ko'p qilib, основной доходga, чисто o'zingiz uchun dushevniy emas, pul ishlashga, chiqqan pulingizni tezroq aylantirishga biznes ochaman desangiz, unda kamroq ketsa bo'ladi. Xullas 10 ming dollardan ish boshlasa bo'ladi. 10 ming dollardan 100 ming, 200 ming, 300 ming уже bu yoqqa beskонечно ketaveradi. Karmaningizga bog'liq. Eng yaxshi ko'rgan so'zim sifat. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va albatta yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Qaysi kasb to'g'risida ko'proq bilishni xohlaysiz? Kommentariyda yozib qoldiring.